Kim bo'ldi bu? Kim? Bo'ldi. Ey, kim taqla hozir? Jonga tegdi boru. Yo, hammaga hello. Sizlar bilan men Zotus bugun eshigimni ittalabdan taqlatishib oldi. Nima bo'lyapti ekan? Endi buni kim ekan bilib olamiz albatta. Nolda Mbappe deb yozib qo'yibdi. Bilmadim nima bo'ldi. Bitta qaraylik. Har xil skilllar bor. Hozir kim bo'ldi bu? Yo, Mbappemi? Mbappe turibdi eshitaydi do'stlar. Nega bir o'zi? Mayli. Do'stlar, suvdan ichib olay. Mbappe kelib qishlog'imizga. Do'stlar, nimalar bo'lyapti? Bilyapsizlarmi do'stlar? Nimalar bo'lyapti? Hozir chiqamiz oldiga. Mbappe. Nima bo'lyapti do'stlar? Qishloqqa Mbappe kelibdi. Mazza, yalla. Assalomu alaykum. Salom Mbappe, sizmisiz? Ha, men Mbappeman. Salom, qalaysiz o'rtas? Yaxshi, rahmat, qalaysizlar? Ha, yaxshiman. Men doimgidek seni shunchaki ko'rgan keldim. Men seni kuzataman YouTube kanalingda. Tezroq ishda bo'lishga harakat qilyapsan ekan. Uzr bo'ldim. Ha, ishda bo'lishga harakat qilyapman. Bu qanday zo'r. Tezroq ishda bo'lib ketishingni xohlayman. Rahmat Mbappe. Sizni ko'rganimdan men xursandman. Rahmat, men ham xursandman. Shunchaki men seni xursand qilgani keldim. Formangiz realnikida emas ekanda. Orqangizni bitta qilingchi. Siz rostdan Mbappemisiz? Butsangiz ham chiroyli ekan. Rahmat. Juda ham xursand bo'ldim. Ha, men senga sovg'alarim bor. Yur, biz futbol o'ynaymiz. Yuring davay, mayli, ketdik futbol o'ynaymiz. Boshlang. Futbol joyini nima bu? Sizlar qurdilaringmi bu? Sizlar qurdilaringizmi? Ha, biz qurdik. Mer nima dedi? Uyda qoling. Mer shunchaki ruxsat berdi. O'z foydasiga o'ylayapti. Pulga bu yerda klub ochmoqchi. Yo'q, vau. Qanday zo'r joy. Bunda tepamanmi? Varatalarni qaranglar. Birinchi marta futbol klubida bo'lishim bor. Uy. To'rni qaranglar. Bu yoqqa keling Mbappe. Keling. Ha. Qani birga o'ynaymizmi? Albatta. Mbappe albatta. Do'stlar, Mbappe futbol o'ynashni taklif qilyapti. Bu qanday mazza? Do'stlar, endi biz Mbappe ko'rdik do'stlar. Vau! Mbappe keldi qishlog'imizga. Futbol klubinichi. Davay, Mbappe to'p senda bo'la qolsin. Ha, mayli. Hop, do'stlar, o'ynab olib, o'yinni yoqaman. Zo'r o'yin bo'ldi Mbappe, rahmat sizga. Rahmat. Senga ham rahmat. Ha, bu yerga kirishing mumkin sen. Futbolga. Menda futbolchi bo'lmoqchi bo'lsang, albatta. Rahmat. Men sizni ko'rish men uchun shon-u sharaf. Rahmat. Ha, senga faqat rahmat aytyapman. Ha, senga yana bir so'g'am bor. Qanday? Uni senga skin jo'nataman. Uni ko'rib olasan. Bugun kech payt keladi. Yo'q, bugun kech payt emas. Hozirroq jo'nataman. Qara, kiyib ko'rchi skinni. Ha, mayli, qani beri qoling kiyaman. Do'stlar, skin ham beryapti. Zo'rdo'st, senga juda ham yarashdi. Rahmat. Hozir o'zim ham ko'raychi bir. Chiroyli albatta. Vau. Juda ham chiroyli ekan. Boshimdagi narsalarni aytmaysizmi? Do'stlar, kanalga obuna bo'lib qo'ying. Tezroq 150 ta bo'lishimiz kerak. Ronaldo ham kelmoqchi edi. Ha. Ronaldo kelganini ham ko'rdim sen kanalda. Agar 120 ta bo'lsang, yana qishlog'ingga kelaman. Rahmat, yomg'ir ham yog'ib bordi. Ha, shuni ayting, yomg'ir ham yog'ib bordi. Ha, men endi ketishim ham kerak bo'lib qoldi. Sen bilan o'tkazgan vaqtimga tushmayman.
Men ham mazza qilib to'p tepdi-ku. Siz zo'rsiz. Mbappe qayerdan kelyapti? Ha, men senga so'g'ib keldim. Nima ekan? Hozir beraman. Mana, ola qol. O, kiyim. Voh, rahmat. Bu juda ham yaxshi bo'lardi. Wow! Bu pul hammi? Bu hammi? Wow! Mbappe juda saxiy inson ekansiz. Ha. Hozir men senga shularni beraman xolos. Senga yetadigan umiddaman. Ha, rahmat Mbappe. Faqat buni o'z ehtiyojlaringga ishlatgin, behuda sarflama. Xo'p, bo'ladi Mbappe, sizga rahmat. Ha, endi men ketishim kerak. Mayli. Ha, bu yerdan shaharga qanday chiqib ketadi bilmaysanmi? Qarang Mbappe. Voy, zur. Qarang, orqam mana shu ko'prikdan o'tasiz. Yo'q, ko'prikdan o'tmaysiz. Xullas, mana shu yerdan bu yoqqa qarang Mbappe. Hozir. Bu yerda monstrlar bor ekan. Mana shu yerdan to'g'ri yuraverasiz. Keyin chapga burib ketaverasiz. Ha, buni bilaman. Mayli. Bu yerdan chiqib ketishni bilsam, GPS bor. Bu yerda ishlamas ekan uncha internet. Ha, mayli. Mbappe sizni ko'rgandan xursandman. Rasmga tushib olsam bo'ladimi? Ha, yuring. Men telefonim uyimda edi, zur. Endi men buni qishloqlarga maqtanaman. Mbappe, sizni ham ovora qildim. Yo'q, ovora yo'q. Mayli Mbappe. Keling, bu yerda birga rasmga tushib olamiz. O, chiroyli chiqdi. Ha. Keling, yana bir marta tushib olay. Iltimos, sizni muxlisingizman. Ha, mayli. Ha, bergan skiningiz uncha ko'rinmay qolyapti. Shuning uchun mana bularni yechib turaman. Xafa bo'lmaysizmi? Nima ekan bu sening xohishing? Keling. Kulib turing. Bo'ldi, chiroyli chiqdi Mbappe. Siz zo'rsiz. Rahmat. Men seni qo'llab-quvvatlayman YouTube kanalingda. Rahmat. Mbappe, rahmat. Sog' bo'l. Hozirda Real Madridda o'ynayapman, bilib qo'ying. Ha, siz eng kuchli o'yinchisiz. Ha, prime davringizdasiz siz hozir. Ha, men ketishim kerak. Ha, mayli, xayr Mbappe. Mayli, men ketdim. Do'stlar, menga qanaqa skin berib ketdi? Chiroylimikan? Kommentariyada yozib qoldiring. Do'stlar, bu mazza skin-ku. Sizlarga ekran ko'rinmay qolyaptimi degan. Ko'rinyapti degan umiddaman. Yaxshi, pasaytirib bo'pman. Qani Mbappe o'zi? Ketibdi. Mayli. Yaxshi, endi do'stlar, bergan narsalarni menga bilasizlarmi? Bu menga yetadi albatta. Bu men bu futbol klubga bu yerning naqasiga kirgan taqdirimda ham yetadi do'stlar. Sandig'imda pulim, narsalarim bor edi. Hisob qo'yamiz buning ichiga do'stlar. Kakros 40 ta bergandan keyin 60 tutdi. Wow, Mbappega kattakon rahmat. Do'stlar, video shundan iborat edi. Hammaga xayr.